O'tkir Hoshimov, mahallaning onasi. Hikoya. Yozuvchi tilidan matnlarni Ashurboy Bolqiyev o'qiydi. So'nggi 4-qism. Ajab, oxirgi marta qachon keluvdi hovliga? Ha, bayram arafasida. 7-marta kelgan edi. Tushlik tanaffusdan foydalanib birrov keldi-yu ketdi. Odatdagidek shoshib turardi. Ishxonadagi ayollarni tabriklash kerak. Keyin Gulya mehmon keladi deb qo'ygan. Onasini 2 choy, 4 sovun bilan qutladi. Mashina kutib turganini bahona qilib, tuflisini ham yechmadi. Onasi shoshib qoldi. Yalpiz somsa qilgan ekan. Majbur qilib shundan bittasini yedirdi. Iskandar mashinaga o'tirganida harsillab yugurib chiqdi. Ro'moli qiyshayib yelkasiga tushib ketgan. Qo'lida eski gazetaga o'roqliq bir nima dedi mashinaning qiya ochiq eshigidan uzatib. Gulandonimniyam og'zi tegsin. Iskandar gazeta ostidan issig'i sezilib turgan somsalarni mashinaning orqa oynasi tagiga tashlab eshikni yopdi. O'shanda onasini oxirgi marta ko'rayotganini bilsa edi. Bugun nechanchi o'zi? 12-iyun. Bundan chiqdi 3 oydan oshibdi. 3 oy, nahotki shuncha vaqt ichida 1 soat vaqt topolmadi. Topardi, xohlasa, albatta topardi. U allakim o'zining otini aytib chaqirayotganini idrok etib boshini ko'tardi. Qarasa, jinsiz shim kiygan studentnomo yigit yelkasida karton quti ko'tarib turibdi. Iskandar uni tanimadi. Talmovsirab qaragan edi. Yigit so'radi: "Qayoqqa qo'yay?" Iskandar hech nimaga tushunmadi. Yuki og'irroq bo'lsa kerak. Yigit qutini qo'shqo'llab chiranib yelkasidan oldi-da, so'ri burchagiga, soyaga qo'ydi. Iskandarning ko'zi qutiga yopishtirilgan etiketkaga tushdi. Qora qum. Zum o'tmay boyagi yigit tag'in bir quti ko'tarib keldi. Uni ham so'ri ustiga, boyagi qutining yoniga qo'ydi. "Mayiz", dedi sekin. Shundagina Iskandar o'ziga keldi. "Pulini berish kerak." "Shoshmang", dedi cho'ntagini kavlab. "Necha pul bo'ladi?" Yigit negadir yerga qaradi. "Otin oyim." Shunday dedi-yu, u yog'ini gapirmadi. Ko'ziga shu qadar ma'noli tikilib qaradiki, Iskandar beixtiyor pulni qaytib kissasiga soldi. Yigit ohista burildi-da, indamay ketaverdi. Qiziq, nima demoqchi bo'ldi u? "Otin oyim mening ham onam edi. Sen pastkash hamma narsani pulga chaqasanmi?" dedimi? Kim o'zi bu yigit? Nimaga Iskandar uni tanimaydi? Umuman o'zidan boshqa, Iskandar Vahobovichdan boshqa kimni taniydi? Bir mahal u kavshandozda kelinoyi imlab chaqirayotganini ko'rdi. Yog'uchi oqsoqlanib zinadan tushib kelardi. Kelinoyi yoshdan qizargan ko'zlarini Iskandarga tikdi. "Otin oyimning ziraklarini yog'uchiga berdik", dedi sekin. "O'zlari vasiyat qilgandilar." Yog'uchi, vasiyat. Bu so'zlar Iskandarga xunuk, sovuq eshitilar. Go'yo bu gaplar hammasi yolg'ondek, tushida bo'layotgandek edi. Hozir uyg'onib ketadi-yu, yengil tortadi. "Mana, olib qo'ying." Iskandar merovsirab kelinoyining qo'liga qaradi. 2 pachka choy, indiyskiy. 2tasini yog'uchiga berdik. "Rozi bo'ling." Kelinoyi titrayotgan labini tishladi. 4 edi. 8-marta olib kelgan ekansiz. Otin oyim. Kelinoyi entikib qoldi. Barkash orqasiga bekitib qo'ygan edilar. Birov kelsa, Iskandarim olib kelgan choydan damlang. Dutor chalib turgan choydan derdilar. Men boshqa choy damlardim.
bunisini otin oyim har kuni hidlab barkash orqasiga berkitib qo'yardilar. Iskandar boshi g'uvillab borayotganini, o'zini tutmasa hozir yiqilib tushishini his etib turardi. Kelinoyi dutor chalib turgan hind choyini peshayvon taxtasiga qo'ydi. Burnini torta yig'lagancha ko'ylagining yoqasidan qo'yniga qo'l suqib, eski gazeta qog'oziga o'roqliq allanimani chiqardi. "Olib qo'ying", dedi qog'ozni uzatib. "O'limligim" deb yostiqlarining orasiga tiqib qo'ygan edilar. "Siz tashlab ketgan ekansiz. 40 so'mini yug'uchiga berdik. 260 so'm. 260 so'm qoldi. Sanab oling." U gazeta xatini ochib 1 so'mlik, 3 so'mlik pullarni Iskandarga uzatdi. Qachon shuncha pul bergandi u onasiga? Bu qandoq jazo? Bu qandoq bedodlik? Shu kunidan ko'ra onasi emas, o'zi o'lgani yaxshi emasmidi? Onasi 1 so'mlab yiqqan pensiya pulini ham Iskandarim berdi degan. Shu gapga o'zi ham ishongan, boshqalarni ham ishontirgan. Qani endi ko'kragini shundoq yirtsa-yu, yuragini sug'urib olib yerga uloqtirsa, ichidan otilib kelgan bo'g'iq yig'idan titrab, pulni tashlab yubordi. 1 so'mlik, 3 so'mlik pullar pirpirab kavshandozga tushdi. Iskandar hovliga, undan yo'lakka otildi. Uzun atlas lozim kiygan qandaydir kelinchak tor yo'lakka shakarob qilib suv separ, sachramasligi uchun qo'lidagi paqirni borgan sayin pastroqqa egar edi. Ochiq darvozadan zabardast yigit kirib keldi. Iskandar uning yuzini ko'rmadi. Yigit maykachan, yelkasiga yo'l dasturxon tashlab olgan. Yelkasi aralash gardaniga ortilgan bir qop un zalvari ostida ikki bukilib kelardi. Iskandar bir tomonga, suv sepayotgan kelinchak bir tomonga chetlab yo'l berishdi. Yigit yalang oyoqlarini gurs bosganicha Iskandarning oldidan o'tib hovliga kirib ketdi. Iskandar darvozadan chiqdi-yu to'xtab qoldi. Eshik oldiga tumonat odam to'plangan. Tor ko'chaga mashina sig'may ketgandi. Qiziq, qayoqdan keldi shuncha mashina? Ishxonadan bo'lsa kerak degan o'y xayolidan lip etib o'tdi. Ammo o'sha ondayoq bular Jiguli, Moskvich mashinalari ekanini, ishxonadan faqat o'zining mashinasi bir chekkada turganini payqadi. Nariroqda yuk mashinasi turibdi. Mashina ustida 2 o'spirin turib olib yig'ma stollarni, xarraklarni uzatib beryapti. Pastda esa 4 yigit stollarni paydarpay tushirishib bir chekkaga olib qo'yishyapti. Iskandar tut panasida turgan tobutni ko'rib, ko'ngli buzilib ketdi. Tobutdan beriroqda hozirgina mashinadan tushirilgan xarraklarda salla o'ragan, yaktak kiygan chollar o'tirishibdi. Bandalikda ukam. Iskandar yonida turgan mahalla domkomi Shokir akaga ma'nosiz qarab qo'ydi. Hammaning boshida bor. Domkom xo'rsindi. Onamiz boshqacha edilar-da. Jannati xotin edilar. Keyin poxol shlyapa kiygan zami Iskandarning qo'lini qisdi. "Necha yoshda edilar?" dedi sekin. "Buning nima ahamiyati bor?" Iskandar shuni o'yladi-yu jim qoldi. Darvoqe, necha yoshda edi onasi? Ha, 18-yil edi. O'zi 42-yilda tug'ilgan bo'lsa, demak, onasi 24 yoshida beva qolgan ekan. Bundan chiqdi 40 yil kutgan. 40 yil Iskandarning otasini kutgan. Nimaga shu xayol hech qachon uning esiga kelmadi? O'zini quchoqlagan to'nli kishini Iskandar daf'atan taniy olmadi. Keyin bildi. Qaynotasi Zarif Xodiyevich uning peshonasidan ohista o'pdi. "Bardam bo'ling, o'g'lim", dedi sekin. Keyin kimdir yelkasiga turtdi. Qarasa Xolmat aka. "Bu yoqqa yur", dedi-yu uni yo'lakka boshlab kirdi. Devor tagidagi kursida yotgan to'nni kiygizdi. Beliga belbog' bog'ladi. Qati buzilmagan do'ppi uzatdi. "Kiyib ol". Do'ppi kichkina ekan. Iskandar kafti bilan bosib
Qashqariga yo'nalarkan Xolmat aka yana pichirladi. Laylak tepaga olib boramizda o'zlari aytgan ekanlar. Iskandar yuk mashinasi faqat stulni olib kelishga mo'ljallanmaganini tushundi. Laylak tepa olis 4 chaqirim keladi. Oyog'i ostida o'ralashib yurgan 10-12 yashar bolakaylar ham to'n kiyib belini bog'lab olganiga avval hayron qoldi. Keyin tushunganday bo'ldi. Ehtimol Xolmat akaning bolalaridir, ehtimol qo'shni bolalardir. Old tomoniga paranji, orqasiga mursak yopilgan tobutni olib chiqishganida hammayoq dilni o'rtovchi faryodga to'lib ketdi. Kelinoyi, Bahri xola, Muattar xola, allaqanday qizlar, kelinlar chuvvoz solib tobut ketidan yugurishdi. Yo'q, Iskandar o'ylagandek tobutni mashinaga ortishmadi. Yelkada ko'targancha yo'lga tushishdi. Iskandar tobut bandidan ushlab 6-7 qadam yurgan edi, uni siqib chiqarishdi. U tobut bandiga hadeb qo'l cho'zar, ammo navbat tegmas edi. Notanish odamlar goh oldinga, goh orqaga o'tib, talashib tortishib tobutga yopishar. Har kim iloji boricha ko'proq ko'tarishga, yelkasini uzoqroq tutib berishga harakat qilar edi. Bekatga chiqishganda trolleybus kelib qoldi. To'xtashi bilan duv etib 30 tacha erkak tushdi-yu tobutga yopishdi. Kim deb so'radi Ziyoli Namo ko'zoynakli yigit. Iskandarning yonida ko'z yoshini to'nining yengiga artib ketayotgan Xolmat akadan. Oti Noyim. Iye, ko'zoynakli yigit bir bag'ri o'pirilib ketganday rangi o'chib tobutga qaytadan tirmashdi. Ko'chada harakat butunlay to'xtab qoldi. Burilishga yetganlarida Iskandar beixtiyor orqasiga qaradi. Odamlar oqimi 2 bekat orasi cho'zilib, butun ko'chani to'ldirib kelar. Tobut ularning yelkasida osoyishta tebranib borar. Oqimga esa yangidan-yangi odamlar kelib qo'shilar. Oqimga esa yangidan-yangi odamlar kelib qo'shilar edi. Sharq yulduzi jurnali 1984-yil yanvar oyi soni. Siz O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning Mahallaning onasi hikoyasini tingladingiz. Yozuvchi tilidan matnlarni Ashurboy Bolqiyev o'qidi. E'tiborlaringiz uchun tashakkur.